Assalomu alaykum, qadrli futbol ixlosmandlari. Futbol olami kanaliga xush kelibsiz. Futbolga oid eng sara va so'nggi ma'lumotlar faqatgina shu yerda. Videomizga like bosib, o'z fikrlaringizni biz bilan bo'lishing. Hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Messi kutilmaganda Inter Mayamini tark etishga qaror qildi. Inter Mayamining yangi formatda o'tkazilayotgan klublar o'rtasidagi jahon chempionatini erta tark etgani Lionel Messiga yoqmagan ko'rinadi. Jurnalist Esteban Edul ijtimoiy tarmoqdagi o'z sahifasi orqali 8 karra oltin to'p sohibi Argentina terma jamoasi manfaati uchun Inter Mayamini tark etishga qaror qilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Manbaga ko'ra 38 yoshli yulduz 2026-yilgi jahon chempionatidan 6 oy oldin raqobat kuchliroq ligaga ko'chib o'tishni maqsad qilgan. Eslatib o'tamiz, Argentina terma jamoasi 2022-yilgi jahon chempionatida boy sovrinni qo'lga kiritgan. Lionel Messi futbol olamida o'zi ishtirok etgan barcha nufuzli musobaqalarda g'olib chiqqan kam sonli futbolchilardan hisoblanadi. Yamalga yangi vazifa topshirildi. Barselonaning so'nggi yillardagi yetakchisiga aylangan Lamine Yamal ta'tildan qaytishi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzolashi kutilmoqda. Bir necha kundan keyin 18 yoshga to'ladigan futbolchi bilan klub 2031-yilgacha davom etadigan bitim imzolaydi va unga ko'ra Yamal jamoada eng katta maosh oladigan o'yinchilar qatoriga qo'shiladi. Mundo Deportivo nashrining yozishicha, Hans-Dieter Flick boshchiligidagi murabbiylar shtabi yangi mavsumda Yamalga qo'shimcha vazifalar yuklaydi. Endi iqtidorli o'yinchiga uchrashuvlar davomida penalti va jarima zarbalarini ijro qilish imkoniyati ham beriladi. Bundan tashqari, Lamine Yamal klubda alohida qadrlanadigan 10-raqamni Ansu Fatidan qabul qilib olishi kutilmoqda. Fati esa yozda o'ziga yangi jamoa topishi kerak. Husanov Haalandni tabriklab qo'y. O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov bilan birga Manchester City sharafini himoya qilib kelayotgan norvegiyalik hujumchi Erling Haaland zamonaviy futbolning eng top to'puralaridan hisoblanadi. AQShda davom etayotgan klublar o'rtasidagi jahon chempionatining chorak finalida Josep Guardiola shogirdlari kutilmaganda Saudiya Arabistonining Al Hilol jamoasiga yutqazib qo'ydi. Asosiy vaqtda 3-3 hisobida kuchlar teng kelgan bo'lsa, qo'shimcha taymlarda osiyoliklar g'alaba to'pini kiritib 4-3 hisobida zafar quchdi. Garchi shaharliklar mag'lubiyatga uchrab, nufuzli turnirni tark etgan bo'lsa-da, bu o'yin Erling Haaland uchun tarixiy ahamiyat kasb etdi. Norvegiyalik forvardning Al Hilol darvozasiga kiritgan to'pi uning faoliyatidagi 301-gol bo'ldi va mohir to'plar 300lik dovondan o'tdi. Yanada aniqroq ma'lumot beradigan bo'lsak, Haaland faoliyati davomida Moldeda 20 ta, Zalsburgda 29 ta, Borussiya Dortmundda 86 ta va Manchester Cityga kelgandan beri bu jamoa uchun barcha turnirlarda 124 ta to'p kiritgan. 24 yoshli o'yinchining xalqaro miqyosdagi statistikasi ham ajoyib ko'rinish olgan. Norvegiya terma jamoasi safida 43 marta maydonga tushgan Erling bellashuvlarda raqiblar darvozasini 42 marotaba ishg'ol qilgan. Haalandning gollari ortidan u o'ynagan klublar nufuzli sovrinlarga ega chiqqan. Xususan, Erling Zalsburg safida 2 karra Avstriya chempioni va mamlakat kubogi sohibi Borussiya Dortmundda Germaniya kubogi egasi bo'lgan. Manchester Cityga kelgandan beri 6 ta sovrinni qo'lga kiritdi, jumladan 2 bor Angliya Premyer Ligasi, 1 martadan Angliya kubogi, Yevropa Chempionlar Ligasi hamda UEFA Super Kubogida muvaffaqiyat qozondi. Ta'kidlash joizki, Manchester Cityning yetakchi o'yinchilaridan hisoblangan Erling Haaland jamoadagi o'zbek himoyachisi Abduqodir Husanov bilan do'stona aloqalarga ega. Norvegiyalik futbolchi ham yurtimiz shaharliklar safiga qo'shilgandan beri uni har tomonlama qo'llab-quvvatlab keladi. Uchrashuvlar paytida maslahatlarni ayamaydi, dalda berib turadi. Shundan inobatga olgan holda Abduqodir Husanov ham Erling Haalandning to'plarlik borasidagi yangi marrani zabt etgani bilan tabriklab qo'yishi tabiiy. Endi hozir Guardiola boshchiligidagi Manchester City futbolchilari
Angliya Premyer Ligasining yangi mavsumiga tayyorgarlikni yanada kuchaytiradi. Manchesterliklar navbatdagi chempionatning birinchi tur uchrashuvini 16 avgust kuni safarda kuchli jamoalardan hisoblangan Wolverhamptonga qarshi o'tkazadi. Eslatib o'tamiz, Abduqodir Husanov va Erling Haaland hali uzoq muddat birgalikda to'p tepishga to'g'ri keladi. Chunki 21 yoshli legionerimiz transfer vaqtida shaharliklar bilan 2029-yilning yarmigacha davom etadigan shartnoma tuzgan. Norvegiyalik hujumchi esa o'tgan mavsumda Manchester City bilan shartnomasini 2034-yilning 30-iyuniga qadar uzaytirishni maqsadga muvaffaq topdi.